Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Takdim yoshdan oshgan pensionerlar uchun 770 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasi. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, yaqinlariga ham bevosita tegishli. Chunki ko'p oilalarda ota-onamiz yoki bobo-buvilarimiz pensiya oladi, lekin ularga tegishli qo'shimcha to'lovlar haqida o'z vaqtida bilmaslik sababli pulni vaqtida ola olmay qolish holatlari uchraydi. Men sizga bugun oddiy tilda tushuntiraman. Bu qo'shimcha to'lov kimlarga beriladi? 570 ming so'mgacha degan nimani anglatadi? Hamma ham shu summani oladimi yoki yo'qmi? Qaysi holatda murojaat qilish kerak? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Eng ko'p uchraydigan xatolar nimalardan iborat? Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik hujjatdagi xato bitta noto'g'ri tushuncha yoki o'zi avtomatik tutsa kerak degan. Beparvolik pensionerning bir necha oy davomida qo'shimcha pul ola olmay qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men doim pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar va fuqarolarga tegishli qonuniy imtiyozlar haqida tushunarli qilib ma'lumot berib boraman. Avvalo, masalaning eng asosiy joyini tushunib olaylik. Taqinzin yosh va undan katta yoshdagi pensionerlar odatda sog'lig'i, harakatlanishi, dori-darmon xarajatlari, parvarish ehtiyoji bo'yicha oddiy pensionerlarga qaraganda ko'proq xarajat qiladi. Bu yoshda odamning ko'zi xiralashadi. Yurishi qiyinlashadi, bosim, yurak qandli diabet, bo'g'im og'riqlari kabi kasalliklar ko'payadi. Ya'ni pensiya faqat oziq-ovqatga emas, ko'pincha dori, analiz, shifokor, transport, parvarish va kundalik yordamga ham ketadi. Shu sababli davlat tomonidan taqriban yoshdan oshgan pensionerlarga qo'shimcha to'lov yoki ustama shakldagi yordam nazarda tutiladi. Bu yordamning mazmuni shundan iboratki, pensionerning asosiy pensiyasidan tashqari uning yoshi va ehtiyoji hisobga olinib, ma'lum miqdorda qo'shimcha pul qo'shib berilishi mumkin. Oldin ko'pchilik bu to'lov haqida faqat mahalladan yoki tanish-bilishlardan eshitardi. Ayrimlar takasimga kirganimdan keyin pensiyam o'z-o'zidan oshadi deb o'ylardi. Ayrimlar esa umuman bilmasdi. Natijada kimdir vaqtida olardi, kimdir kechki murojaat qilardi. Kimdir esa bir necha oy yoki hatto undan ko'proq vaqt o'tibgina bilib qolardi. Hozir esa asosiy masala shuki, taqdim yoshdan oshgan pensionerlar uchun qo'shimcha to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar ko'proq ochiq aytilmoqda. Lekin bu bilan birga noto'g'ri tushunchalar ham ko'paygan. Masalan, kim yoshga kirgan hamma odamga albatta 570 ming so'm beriladi degan gap tarqalishi mumkin. Men ekspert sifatida shuni aniq aytaman. Har bir holatda summa, to'lov turi, pensionerning maqomi, hujjatlari, pensiya turi va amaldagi tartiblar alohida tekshirilishi kerak. 270 ming so'mgacha degani bu eng yuqori chegaragacha bo'lgan miqdorni anglatishi mumkin. Lekin hamma pensioner aynan bir xil summani oladi degani emas. Bu yerda farqni tushunish juda muhim. Bir odam yoshga doir pensiya oladi. Ikkinchi odam nogironlik pensiyasi oladi. Uchinchi odam boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olishi mumkin. Yana kimdir ijtimoiy nafaqa oladi. Ularning hisob-kitobi bir xil bo'lmasligi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi qo'shimcha to'lovlar avtomatik hisoblanadi. Ba'zilarida esa ma'lumotlar bazasidagi xatolar sababli fuqaro yoki uning yaqinlari murojaat qilishi kerak bo'ladi. Asosiy qism bir kim bilishi kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa bo'ladi? Endi men buni hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, birinchi holat Tamuz 2 yoshli otaxon bor. U yoshga doir pensiya oladi. Pasportidagi tug'ilgan sanasi to'g'ri. Pensiya hujjatlarida ham yoshi aniq ko'rsatilgan. Bank kartasi ishlayapti. Pensiya jamg'armasi bazasida ma'lumotlari to'liq. Bunday holatda qo'shimcha to'lov belgilangan tartibda pensiyasiga qo'shib berilishi kerak. Ya'ni otaxon alohida joyga borib har oy ariza yozib yurmaydi. To'lov odatda pensiya bilan birga tushadi. Ikkinchi holat, taqdim yoshga yaqinda kelgan buning hujjatlarida muammo bor. Masalan, pasport almashtirilgan. Lekin pensiya tizimidagi eski ma'lumot yangilanmagan yoki tug'ilgan sanasida bitta raqam noto'g'ri kiritilgan. Bunday holatda tizim bu inson yaqin yoshga to'lgan deb avtomatik tanimasligi mumkin. Natijada pensioner nega pensiyam oshmadi deb hayron bo'ladi. Mana shunday vaziyatlarda farzandlari zudlik bilan tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, ma'lumotlarni tekshirtirishi kerak. Uchinchi holat. Pensioner taqdim yoshdan oshgan, lekin u qishloqda yashaydi. Bank kartasidan foydalanmaydi yoki pulni ishonchnoma orqali boshqa odam olib keladi. Bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Pul tushayotganini faqat og'zaki eshitib qolmasdan.
Bankdan yoki to'lov varaqasidan aniq ko'rish lozim. Chunki ba'zan pensionerning o'zi qancha pensiya olishini bilmaydi. Atrofdagilar esa hammasi joyida deyishi mumkin. Men doim maslahat beraman. Oilada kamida bitta mas'ul farzand yoki nevarasi har oy pensiya tushumini tekshirib tursin. Bu ishonchsizlik emas, bu keksaga nisbatan mas'uliyat. 4-holat. Faqizm yoshdan oshgan pensioner bir vaqtning o'zida nogironlik maqomiga ham ega. Masalan, u bir guruh nogironi yoki ikki guruh nogironi bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda qaysi to'lovlar bir-biriga qo'shiladi, qaysi biri alohida hisoblanadi? Qaysi ustama saqlanadi? Qaysi biriga cheklov bor? Bularni aniq tekshirish kerak. Chunki qonunchilikda ayrim to'lovlar jamlanishi mumkin, ayrimlari esa bir-birini takrorlamasligi uchun alohida tartibda belgilanadi. Shu sababli qo'shnim ikkita ustama olayapti. Men nega olmayapman degan savolga javob har doim individual bo'ladi. Endi 5-7 ming so'mgacha degan masalaga alohida to'xtalay. Ko'pchilik aynan raqamga yopishib oladi. Menga 5-7 ming tushishi kerak edi. Berdi 20 ming tushibdi. Demak aldashdi deb o'ylaydi. Men bunday xulosa chiqarishga shoshilmaslikni maslahat beraman. Avvalo, bu miqdor qaysi davr uchun, qaysi normativ asosda, qaysi toifadagi pensionerga va qaysi hisob-kitob bazasida qo'llanayotganini tekshirish kerak. Pensiya tizimida ko'p miqdorlar bazaviy hisoblash miqdori, pensiyani hisoblash bazasi, minimal iste'mol xarajatlari yoki boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ular o'zgarsa, qo'shimcha to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Masalan, bir pensionerning asosiy pensiyasi 1 million 200 ming so'm bo'lishi mumkin. Qo'shimcha to'lov qo'shilgach, u 1 million 700 ming so'm atrofida olishi mumkin. Boshqa pensioner esa 1 million 800 ming so'm olgan bo'lsa, qo'shimcha ustama bilan 2 million 300 ming so'mga yaqinlashishi mumkin. Lekin bu raqamlar shunchaki tushuntirish uchun keltirilgan misol. Haqiqiy summa pensionerning hujjatlari va amaldagi tartibga qarab aniqlanadi. Yana bir misol. 71 yoshli bu shahar markazida yashaydi. Pensiyasi plastik kartaga tushadi. Farzandi har oy mobil ilova orqali tushumni ko'radi. Bir oyda pensiya avvalgidan ko'proq tushganini ko'radi. Ular buni darrov tushunmaydi, balki qayta hisoblash bo'lgandir deb o'ylaydi. Aslida bu qaqmuni yoshdan keyin belgilangan qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limidan yoki kol markazdan to'lov tarkibi bo'yicha ma'lumot olish. Ya'ni umumiy qancha tushdi emas, asosiy pensiya qancha, ustama qancha, qo'shimcha to'lov qancha deb so'rash kerak. Yana bir holatni ko'raylik. Saqilon yoshga kirgan otaxonning pensiyasi oshmagan. Farzandi bankka boradi. Bank biz faqat tushgan pulni beramiz, hisob-kitobni pensiya jamg'armasi qiladi deydi. Bu to'g'ri, bank pensiyani hisoblamaydi. Bank faqat kelgan mablag'ni pensionerga yetkazadi. Shuning uchun muammo bankda emas, hisob-kitob ma'lumotlarida bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchidan, 8 yoshga to'lganiga bir necha oy bo'lgan. Lekin pensiyasida hech qanday o'zgarish sezmagan pensionerlar. Ikkinchidan, hujjatlari yaqinda almashtirilgan keksalar. Uchinchidan, boshqa hududga ko'chgan, propiskasi o'zgargan. Pensiya ishini bir tumandan boshqasiga o'tkazgan pensionerlar. To'rtinchidan, ishonchnoma orqali pensiyasi olingan keksalar. Beshinchidan, nogironlik, parvarish, ijtimoiy nafaqa, o'quvchisini yo'qotganlik kabi qo'shimcha maqomlari bor keksalar. Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar pensionerning yoshi bazada to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pensiyasi har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, taqvim yoshdan keyin to'lov tarkibida ustama aks etgan bo'lsa, hujjatlarda muammo bo'lmasa, u holda har oy qayta ariza berish shart emas. Lekin baribir kamida bir marta to'lov tarkibini tekshirtirish foydali. Chunki ko'pchilik umumiy summani biladi, lekin ichida qanday qo'shimcha borligini bilmaydi. Asosiy qism 2 istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joylar va ko'rinmaydigan nozik jihatlar. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat daqan yoshga to'lish sanasi. Ba'zi odamlar men bu yil laqimga kirdim, demak yanvardan boshlab to'lanadi deb o'ylaydi. Aslida to'lov odatda aniq yoshga to'lgan sana va undan keyingi davrga bog'liq bo'ladi. Masalan, pensioner 25-iyunda taqanun yoshga to'lgan bo'lsa, qo'shimcha to'lov iyundan yoki keyingi to'lov davridan boshlab hisoblanishi mumkin. Bu yerda oy to'liqmi, qismanmi, qaysi tartibda hisoblanadi, buni pensiya jamg'armasi aniqlaydi. Ikkinchi nozik jihat, avtomatik tizim ham xato qilishi mumkin. Bugun ko'p narsa raqamlashtirilgan, lekin bu hech qachon xato bo'lmaydi degani emas.
eski pasport ma'lumoti, ism sharifdagi harf farqi, tug'ilgan sanadagi texnik xato, JSSH raqamidagi muammo, pensiya ishining eski shaklida yuritilishi kabi holatlar qo'shimcha to'lovning avtomatik chiqishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Uchinchi nozik jihat pensionerning o'zi ariza yozolmasligi. 9 yoshdan oshgan odam ba'zan yurishga qiynaladi. Ko'zi yaxshi ko'rmaydi, eshitishi past bo'ladi. Bunday holatda farzandlari yoki qonuniy vakili yordam berishi mumkin. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, notarius orqali rasmiylashtiriladi. Lekin men shuni alohida ta'kidlayman. Keksaning roziligisiz uning pensiyasi masalasida harakat qilish, pulini boshqarish yoki hujjatiga aralashish mumkin emas. Hamma narsa qonuniy va hurmat bilan bo'lishi kerak. 4-nozik jihat qo'shimcha to'lov pensiyadan alohida konvertda berilmasligi mumkin. Ko'p odam menga alohida behis etib ming berishmadi deydi. Aslida u asosiy pensiya ichiga qo'shib yuborilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun umumiy tushumga qarab emas, pensiya hisob-kitob varaqasiga qarab xulosa qilish kerak. 5-nozik jihat qarzdorlik yoki ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarning pensiyasidan aliment, sud qarori, kredit bo'yicha undirish, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish kabi ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Bunday holatda qo'shimcha to'lov belgilangan bo'lsa ham, qo'lga tegadigan yakuniy summa kutilgandan kam ko'rinishi mumkin. Pensioner ustama berilmadi deb o'ylaydi. Aslida ustama hisoblangan, lekin umumiy pensiyadan ma'lum ushlab qolish bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu sababli to'lov tarkibi bilan birga ushlab qolishlar bor yo'qligini ham so'rash kerak. 6-nozik jihat boshqa turdagi ijtimoiy yordamlar bilan adashtirmaslik. Mahalladan beriladigan moddiy yordam, saxovat va ko'mak jamg'armasi, dori-darmon yordami, nogironlik bo'yicha texnik vositalar, parvarish puli, kommunal imtiyozlar, pensiyaga ustamalar, bularning hammasi bir xil narsa emas. 8 yoshdan oshgan pensionerga tegishli qo'shimcha to'lov pensiya tizimidagi alohida masala bo'lishi mumkin. Mahalla esa boshqa yordamlarni ko'rib chiqadi. Shuning uchun mahalla bermadi. Demak, pensiya ustamasi ham yo'q deb o'ylash noto'g'ri. 7-nozik jihat chet elda yashash yoki uzoq muddat boshqa joyda bo'lish. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda yashasa yoki pensiya olish tartibi bo'yicha maxsus talablar bo'lsa, to'lovlar to'xtatilishi, qayta tasdiqlash talab qilinishi yoki qo'shimcha hujjatlar so'ralishi mumkin. Bu holatda albatta pensiya jamg'armasidan rasmiy tushuntirish olish kerak. 8-nozik jihat vafot etgan pensioner uchun to'lov. Afsuski, ba'zi oilalarda pensioner vafot etgandan keyin ham pensiya kartasidagi pul masalasi bo'yicha tushunmovchiliklar bo'ladi. Men qat'iy aytaman, bunday holatda hamma narsa qonuniy tartibda qilinishi kerak. Vafot etgan shaxs nomiga keyin ortiqcha tushgan mablag'lar qaytarishi talab qilinishi mumkin. Shu sababli pensioner vafot etsa, tegishli organlarga vaqtida xabar berish kerak. 9-nozik jihat tanish orqali hal qilib beraman degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Ta'mi yoshdan oshgan pensionerga tegishli qo'shimcha to'lov qonuniy huquq bo'lsa, uni olish uchun pora, xizmat haqi tanish bilish kerak emas. Hujjatlar to'g'ri bo'lsa, tartib bo'yicha belgilanadi. Agar kimdir menga falon pul bersangiz, ejiz 7000 ustama chiqarib beraman desa, bu juda shubhali. Bunday holatda rasmiy idoraga murojaat qiling. Kerak bo'lsa ishonch telefonlariga xabar bering. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak. Endi eng foydali qismga o'tamiz. Agar sizning oilangizda ko'kun yoshga to'lgan yoki ko'kun yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, men quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam, pensionerning aniq tug'ilgan sanasini tekshiring. Pasport yoki ID kartadagi sana, pensiya hujjatlaridagi sana, bankdagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Ism, familiya, otasining ismi ham to'g'ri yozilgan bo'lishi muhim. Ikkinchi qadam, oxirgi bir necha oydagi pensiya tushumini ko'rib chiqing. Agar plastik kartaga tushsa, bank ilovasidan yoki bank filialidan ma'lumot olish mumkin. Agar naqd shaklda olinsa, to'lovni yetkazib beruvchi tashkilotdan yoki pensiya bo'limidan umumiy summa va tarkibni so'rash mumkin. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda so'rashingiz mumkin: falonchi fuqaro 90 yoshdan oshgan. Uning pensiyasiga 90 yoshdan keyin belgilanishi kerak bo'lgan qo'shimcha to'lov hisoblanganmi? Agar hisoblanmagan bo'lsa, sababi nimada? Qaysi hujjat yetishmayapti? Mana shunday aniq savol bersangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang.
Odatda pensionerning pasporti yoki ID kartasi, JSHSHI raqami, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, agar vakil murojaat qilsa ishonchnoma, nogironlik bo'lsa TMEK yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda aniq talablar bo'yicha mutaxassisdan so'rab oling. 5-qadam, murojaatni og'zaki qoldirib ketmang. Agar muammo aniq bo'lsa, yozma ariza bering yoki elektron murojaat qiling. Arizada pensionerning FH tug'ilgan sanasi, pasport ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi va so'rovingiz aniq yozilsin. Masalan, taqvim yoshga to'lganim munosabati bilan menga tegishli qo'shimcha to'lov belgilanmaganini tekshirib berishingizni. Agar belgilanmagan bo'lsa, qonuniy asosda qayta hisob-kitob qilishni so'rayman. 6-qadam. Javob muddatini kuzating. Murojaatingiz qabul qilingandan keyin sizga belgilangan tartibda javob berilishi kerak. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, hisob-kitob varaqasini ko'rsatib bering. Qaysi oydan hisoblangan, qaysi summa ustama sifatida qo'shilgan deb qayta so'rashingiz mumkin. 7-qadam. Agar xato aniqlansa, qayta hisoblashni talab qiling. Masalan, pensioner vakilimiz yoshga 6 oy oldin to'lgan. Lekin qo'shimcha to'lov hisoblanmagan bo'lsa, bunga sabab nima ekanini aniqlash kerak. Agar idoraning yoki tizimning xatosi bo'lsa, tegishli davr uchun qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu ham hujjatlar va qonuniy muddatlarga bog'liq. Shuning uchun vaqtni cho'zmaslik juda muhim. 8-qadam. Mahalla bilan ham aloqada bo'ling, lekin pensiya masalasini mahalla bilan adashtirmang. Mahalla keksaning holatini bilishi, qo'shimcha ijtimoiy yordamlar bo'yicha tavsiya berishi mumkin. Lekin pensiya ustasmasi bo'yicha asosiy hisob-kitob pensiya jamg'armasi orqali aniqlanadi. 9-qadam. Pensionerning o'ziga tushuntiring. Ko'p keksalar bolalarim bezovta bo'lmasin deb muammosini aytmaydi. Kimdir pensiyasi kamayganini yashiradi, kimdir karta ishlamay qolganini aytmaydi, kimdir dori puliga qiynalsa ham indamaydi. Shuning uchun har oy kamida bir marta ota-onangiz yoki bobo-buvingizdan pensiyangiz to'lib tushdimi, qo'shimcha to'lov bormi, dorilar yetyaptimi deb so'rang. 10-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga karta PIN kodini bermang. Telefon orqali pensiyangizga 270 ming qo'shamiz kodini ayting deganlarga ishonmang. Davlat organlari karta parolini, SMS kodini, bank ilova kodini so'ramaydi. Keksa odamlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Shuning uchun bu masalada farzandlar juda hushyor bo'lishi kerak. Men yana bir amaliy misol keltiraman. Aytaylik, sizning bekami 3 yoshli onangiz bor. Har oy 20.600.000 so'm pensiya oladi deb o'ylaysiz. Lekin aslida uning asosiy pensiyasi 20.100.000, qo'shimcha ustamalari 500.000 atrofida bo'lishi mumkin. Agar ertaga biror sabab bilan ustama tushmay qolsa, siz umumiy summaga qarab darrov farqni sezasiz. Ammo buning uchun oldindan tarkibni bilib qo'yish kerak. Shuning uchun bugunoq pensiya tarkibini aniqlab qo'yish kelajakdagi muammolarning oldini oladi. Yana bir misol. Daybun yoshga kirgan otangizning pensiyasi avvalgidek tushmoqda. Siz demak unga tegishli emas ekan deb qo'ya qoldingiz. Oradan 1 yil o'tdi. Keyin qo'shnidan eshitdingizki, daybun yoshdan keyin qo'shimcha to'lov bo'lishi kerak ekan. Mana shu yerda eng katta xato vaqtida tekshirmaslik bo'ladi. Chunki har bir kechikkan oy pensioner uchun real pul, real dori, real oziq-ovqat degani. Shuning uchun eshitib qolamiz deb kutmang, rasmiy tekshiring. Xulosa qilib aytaman. Taktabin yoshdan oshgan pensionerlar uchun 570 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasi juda muhim. Lekin bu mavzuda eng asosiy narsa shuki, hamma holat bir xil emas. Pensionerning yoshi, pensiya turi, hujjatlari, tizimdagi ma'lumotlari, boshqa ustamalari va amaldagi tartiblar alohida tekshiriladi. Qo'shimcha to'lov pensiyaga qo'shilib tushishi mumkin. Alohida ko'rinmasligi mumkin. Ba'zan esa hujjatdagi xato sababli umuman hisoblanmay qolishi mumkin. Men sizga eng muhim tavsiyani beraman. Oilangizda taqvim yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, bugunoq uning pensiya tushumini va to'lov tarkibini tekshiring. Pasport ma'lumotlari to'g'riligini ko'ring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Bu ortiqcha ish emas. Bu keksalarimizning qonuniy haqqini himoya qilishdir. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pensioner necha yoshda, qaysi turdagi pensiya oladi? Muammo nimada? To'lov tushyaptimi yoki yo'qmi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring.
ayniqsa kakadun yoshdan oshgan ota-onasi yoki bobo buvisi bor insonlarga ulashing. Kanalga obuna bo'ling, chunki men sizga pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sotdi. Aniq va amaliy tarzda yetkazishda davom etaman.